Mening bugungi mehmonim serqirra ijodkor Ravshan Hakim bo'ladi. Assalomu alaykum Ravshan aka, yaxshimisiz? Rahmat. Mana siz anchadan beri ijodda uzoqda bo'ldingiz-da. Mana endi qaytdingiz, ijodni boshladingiz. Hozir nima bilan bandsiz? Aslida ijodkor hech qachon ijodni to'xtatmaydi va ijoddan uzoqlashmaydi. Shunchaki balki ijodiy pauza bo'lgandir, lekin O'zbekistonga qaytishimiz bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida ham ijod qilganmiz, O'zbekistonga qaytishimiz bilan telekanallardan takliflar bo'ldi. Hozir O'zbekiston telekanalida ikkita ko'rsatuv olib boryapman. Undan tashqari Retro TVda ham faoliyat bor. U yerda ham ko'rsatuv bor, loyiham bor. O'sha doimgidek ijodda faolmiz va o'sha nimalarnidir isbotlashga harakat qilamiz. Jurnalistni, boshlovchini, o'sha ijodkorni niyat xolis bo'ladi va nimalarnidir isbotlashga harakat qilamiz. Endi ikkinchi savolim, Ravshan, mana siz ijoddasiz, ko'pchilikning orasidasiz. Endi bir paytda odamcha dilini xira qiladigan narsalar ham bor. Masalan, shu kibr. Kibr nima o'zi? Manmanlik o'zi shayton birinchilar qatorida o'sha kibrga ketgan hisoblanadi. Shuni hisobiga ham bizani aynitadi-da. Kibr masalasi juda ham qaltis masala. Hammada bor. Juda nozik masala. Hammada bor. Hammamiz qaltis deyilganmiz. Buni yengib o'tish oson emas. O'zidagi kibrni yengib o'tish oson emas. Ba'zida orqadan yoki yuzimizga ham aytishadi. Sen kibring bor deyishadi. Shuni to'g'rilashga harakat qilish kerak. Joyida to'g'rilamasa, keyin u zo'rayib ketadi. Zo'rayib ketadi. O'sha xuddi yara yeringga aylangan kabi yomon odamga aylanishni boshlab qolishimiz mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak kibrdan. Ehtiyot bo'lish kerak. Endi baribircha yaxshilik qilgan yaxshi-da. Albatta. Odamdan nima qoladi? Yaxshilik qoladi. Bu narsalar, bu nima deydi? O'tkinchi narsalar-da. Boylik, mansab, hammasi o'tkinchi narsalar-da. Endi o'sha sabab bo'ladigan narsalar, kibrga sabab bo'ladigan narsalar o'sha imkoniyat. Imkoniyati, qo'li uzunligi, tanish bilish ko'pligi, mansabda qaysidir bir kresloda o'tirgani yoki puli borligi o'zi shundan kelib chiqadi-da ko'p narsa. Shuning uchun ham shayton bizani kibr havoga berilishimizga sabab bo'lib qoladi, vasvas qiladi. Insonni menimcha tarbiyasiga har bitta odamni o'zini tarbiyasiga va o'zini ruhiy holatiga ham bog'liq-da. Lekin ko'pchilik yoshlarda, biz ham yosh bo'lganmiz, bizda ham bo'lgan bunaqa holatlar. Bo'lgan. Bu yulduzlik kasalligiga uchraganmiz, bu narsalar bo'lgan. Yosh bilan, yoshingiz ulg'ayishingiz bilan yengisi bo'ladi va ilm bilan yengisi bo'ladi bunaqa narsalar. Ko'proq kitob o'qish kerak. Albatta. Kitob muhim narsa. Asosiy kitob muhim narsa. Asosiy kitob bilan birinchi bo'lib tanishib chiqishimiz kerak, keyin qolganlari bo'laveradi. Qolgan kitoblar ham. Shunaqa gap. Ro'shan aka. Xursand bo'ldim. Rahmat. Ijodingizga omad tilab qolaman. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat.